Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Prosta tasavvur qilib ko'ringlar, ovozi muzika bo'ladi. Quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, insonda aqli bovar qilmaydigan ne'mat. Ana shu narsani o'zingga eslat, birodar. Sabr qilib o'tib ketasan, 40 yil yashadi, yana qancha bor, Xudo biladi. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar. Baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Mana shu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz? Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nglimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib dod deging kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Bilasizmi jannatda